Aziz Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Göndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan Müstəqilliği Həmkarlıq Munbiri quruldu. Şərq Türkistan Müstəqilliği Həmkarlıq Munbiri Şərq Türkistan sürgündü hökuməti qurğan həmkarlıq süpisi. Bu munbər Şərq Türkistanның müstəqilligini əsliga keltirishdən ibaret ortaq g'oyaga yetish uchun Şərq Türkistan sürgündü hökumətining dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilayotgan tashkilotlar bilan texmo ilgirlagan holda hamkorlikni kuchaytirishni maqsad qiladi. Har qaysi tashkilot rahbarlarining munbirimizga aktivlik bilan qatilishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumati Yarkent xonadonligi qurilganligining 510 yilligini xotirlash munosabati bilan 2024-yili 26-may yakshanba kuni tunji qatimliq Sharq Turkiston mustaqilligi hamkorlik munbiri to'yig'ini etishni qaror qildi. Munbarga bu qatimqi mustaqillik kurshida bir safda turish mavqesidagi mustaqillik orzuyimizga hamnafas bo'lgan tashkilotlar qo'shiladi. Shunday qilib munbar kengaytirildi. Şuna har qaysi tashkilot rahbarlarining topshirib olgan ilxatdagi shartlarga uyg'un holda munosib vakildan ikkini munbarga qo'shish iltimosini va ularning aloqalashish uchurini Sharq Turkiston surgundi hukumatining diaspora va ichki ishlar ministrligiga avatishini so'raymiz. Hurmat bilan Sharq Turkiston surgundi hukumati diaspora va ichki ishlar ministrligi. Xitoy askarlari biologiyalik qurollari uchun dengiz okean zaharlik moddalarini tekshirmoqda ekan. Newsmax xabar to'rining 24-aprel kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Tashqi ishlar ministrligining yillik qurol-yarog'ni kontrol qilish doklatidan ma'lum bo'lishicha, Xitoy armiyasining qo'sh ishlatiladigan dengiz okean zaharlik moddalari ustida tekshirish ilib berishidan Amerika hukumatining yangi biologiyalik qurolning kelgusidagi to'qinishda ishlatish uchun borliq kelishidan andish qilayotganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Bu ayning 5'ida e'lon qilingan hujjatda Xitoylar yoshirin biologiyalik qurollarni qo'llanmoqchi bo'lib, biologiyalik faoliyatlar bilan shug'ullanyapti. Zaharlik moddalar harbiy maqsad uchun taraqqiy qildirilishi mumkin deyilgan. Bu 1975-yildagi biologiyalik qurollar ahdnomasining uyg'unligiga aloqador andisha qo'zg'agan. Xitoy ilgari xolera va vabo qatorliq ko'p xil mikrob qurollarini yasab chiqqan. Ammo yangi dokladda aytilishicha, bu Xitoy hukumatining tunji qatim dengiz okean zaharlik moddasini tadqiq qilish bilan ayblanishi hisoblanadi ekan. Dengizda tabiiy paydo bo'ladigan zaharlik moddalar markaziy nerv sistemasiga hujum qiladi ekan. Noiti oz miqdordagi ajallik zaharlik moddalar jon oladi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining dokladida Xitoy armiyasi tekshirgan dengizdagi zaharlik moddalar aniq yozilmagan. Xitoy hukumatining 2014-yili martda e'lon qilgan tekshirish dokladida ko'rsatilishicha, Xitoy anatomin, saksitoksin va tetrodotoksin qatorliq 3 xil dengiz okean zaharlik moddalarining biologiyalik qurol sifatida ishlatilishi ustida tadqiqot olib berayotibdi. Shuning bilan bir vaqtda yana bir hukumat amaldori Amerika hukumatining Xitoyning dengiz okean zaharlik modda tadqiqotini ko'p yillardan buyon biladiganligini, ammo bu ishning mushu oydagi doklad e'lon qilinganga qadar maxfiy saqlanganligini aytgan. Amerika Savdo ministrligi 2021-yili Xitoyning biologiyalik mudofaa xizmatidagi asosli harbiy tashkiloti bo'lgan Ozodlik armiya harbiy fanlar akademiyasi va uning qo'l ostidagilarga dengiz okeanidagi zaharlik moddalarni emas, balki mingini kontrol qilish qurolini ishlaganlik uchun jazo bergan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtminali apandi buningga ijtimoiy axborot supisi X'da inkos qaytirib, bu uchur bizga Xitoyning hozir qurolli kuch ishlatib, dushmanni o'z irodasiga bo'ysunishga majburlashning o'rniga qurolli kuch yoki qurolsiz kuchni o'z ichiga olgan harbiy va harbiy bo'lmagan, ajallik va ajallik bo'lmagan usullar orqali dushmanni o'zining manfaatini qabul qilishga zo'rlash usulini ko'rsatadi. Bu cheksiz urush degan kitobning markaziy ideyasini, ya'ni Xitoyning asosiy planining Chaoliang va Wang Shangsuyning ozodlik armiyaning harbiy strategiyasiga yetakchilik qilib, Amerikani yo'qotish ekanligini tushuntirib berdi dedi. Tajovuzchi ilgari Xitoy xalqaro jamiyatga xuddi adolatni yoqlab, mazlumlarning beshini silayotgandek uchur berish orqali ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni yepish, ishontirmaslik, unutuldirish tirishchanligini davomlashtirmoqda. Sharq Turkiston surgundi hukumatining mas'ullari vaqtida buningga inkos qaytirish, raddiya berish orqali Xitoyning niyatini echib tashlab, Sharq Turkistonning talabini o'ttirg'a qo'ymoqda.
Xitayning sirtqa qarta etilgan ko'p yillik zuvani CGTN xabar kanalining 19 aprel kunidagi xabariga qaraganda, Xitayning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy elchisi Fu Cong Falastinning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doimiy a'zolik iltimosini Amerikaning rad qilganligini, Falastin xalqining necha 10 yildan buyongi orzusining rəvsizlərcə bərbad qılınğanlığını, Xitayning buningdan qattiq ümidsizlanganligini, texmo qabul qilg'ili bo'lmaydigan nuqtaning ba'zi davlatlarning Falastinning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doimiy a'zoligini uyg'un ko'rmaydiganligini, Falastinning tinchliksuyanligiga qarata savollarning mavjudligini, ishg'ol ostida azob chekayotgan xalqqa nisbatan aytganda, buning yorig'i tuz sepish bilan birdek ekanligini, Falastinning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doimiy a'zosi bo'lishiga qarshi turishning siyosiy o'lchamning sirtiga chiqib ketganligini, bu Falastin xalqining yana bir qatam ziyonga uchrashining bahonasi ekanligini aytgan. 更令人不可接受的是，有关国家还在质疑巴勒斯坦是否符合联合国宪章规定的会员国资格，暗示巴勒斯坦是否爱好和 Sharq Turkiston Surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi ijtimoiy axborot supsi X'da buningga inkas qaytirib, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi hay'atining Falastinning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doimiy a'zoligiga qabul qilishini qo'llashga tayyor bo'lishi Xitoyning Sharq Turkiston, Tibet, Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doimiy a'zosi bo'lishini tasdiqlashiga bog'liq. Bundaq maydon Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi hay'atini diplomatik adolat va'dasi, o'zaro manfaat yetkazish, xalqaro hamkorlik va vakillik qilishning asosiy prinsiplarida alohida gavdlantirdi dedi. Acaba Tangridan o'zgaga tiz bukishni keskin rad qiladigan favqulodda ilg'or bir aqida sistemasiga ega millatning mansublarining 70 necha yillik asorat tarixidan keyingi bugungi kunda ursa qochadigan, tishining iqini ko'rsatib bo'lguncha quyruqini shipangishtirib ulguradigan ermak kitining tabiatiga tushib qolayotgan holatini ko'rishdan ortiq yana qandoq fojia bor? Acaba Tangridanla kutiladigan qandoqligi imkoniyat, rahmat, shafqat va tevinishlar bo'lsa, umid va chiqish yo'li bo'lsa, ustunlik va tortuq, izzat, hurmat, kechirim va beg'ishlash bo'lsa, hammaga ko'z yumib turib, faqatla mustamlakachisidan kutalaydigan holga kelib qolishiga shohid bo'lishdan ortiq yana nima tragediya bo'lsin? Acaba payg'ambarcha yuksak samoviy g'oyalarni yer yuzida ro'yobga chiqarish yo'lida pasibonlik sharafini qozongan bir millatning mansublarining kuni kelib o'z mustamlakachisining junxocha g'oyalari uchun xizmat qiladigan, kutgan yeridan chiqib beradigan pasandalar to'piga qetilishiga jon otadigan holga kelib qolishdanmi ortiq badbaxtlik bo'lsinmi? Burhan Muhammadning suiqasdlar qo'rshavidagi da'vo va axborot xiyonatchiligi nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.